Televizor keldi opod dadasidan, narx past bo'ladi beldan. Faqat ozgina shoshilish kerak bo'ladi. Juda ham tez tugab qoladi. Televizorlarning eng qirollaridan bo'lgan Toshiba'ni 75 taligini katta skidga qilib qo'ysam, televizorchilar yig'lab olsa kerak. Mani bilasizlar-ku, kimnidir burnini qonatish yoki yig'latish uchun emas, xalqqa xizmatini qilish uchun ko'chaga chiqaman. Paddeshiga qilib tursanglar bo'ldi. Bu brend даже Yaponiyaning o'zida nomer 1 brend hisoblanadi. Даже gamerlar ham sifatiga, kачествосiga, funksiyasiga hayron qoladi. Televizor smart 4K formatda ko'rsatadi, kolonkalari Dolby Vision bo'ladi, голосовой управленияsi ham bor, Alisiga ham ulanadi, sun'iy intellektdan boshqasilar ham bo'ladi. Mana bu yerda yozib qo'ygan prilojenelar hammasi ishlaydi, chunki bu televizor adalarda, bobolarda bo'lgan, aynan shu modelda hammasi yangilangan. 14 million 650 ming so'mgacha sotishayotgan televizorlarning opod dadasini nech pulgacha tushira olaman? Taxmin qilib turinglar. Agarda aytadigan narxim sizlar o'ylab turgan narxdan ham arzon bo'lsa, shu videoni hamma tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Komplektida oyog'i, pitaniya shunuri, tulpan shunuri, instruksiyasi, garantiyli taloni hamda shunaqa karbon ko'rinishli pulti ham chiqadi. Televizor video operatsionniy sistemada ishlaydi. Televizor ko'rinishi ham, videolarni ko'rsatish ham shunaqa tinov bo'ladi. Даже displeyi ham shunaqa noodatiy, ramkani ichida emas, tashqariga chiqib turadi. Abasalarga bu televizorlarning qiroli, bozorlarda 1200 dollarga sotiladigan televizorni bor yo'g'i 590 dollarga beraman. Yana shunga o'xshagan variantlarni ekraningizga chiqarib qo'yaman. Sotuvchilar nomeri Telegram kanalida bo'ladi. Kanalga o'tib nomer olib, bemalol sotsangiz bo'ladi. Sotib oling desangiz shunaqa zo'r texnikani yarim narxda, podpiskani bosib qo'ying shatda.